Joriy yilning 30-may kuni Farg'ona shahrida O'zbekiston Respublikasi Tovar xom ashyo birjasi tomonidan jurnalistlar va tadbirkorlar uchun tovar bozorlarida bozor tamoyillarini joriy qilish va shaffoflikni ta'minlashda birja savdosining tutgan o'rni mavzusida media trening o'tkazildi. Mazkur tadbir birja faoliyatida ochiqlikni ta'minlash, iqtisodiy islohotlarning mazmun mohiyatini ommaviy axborot vositalari orqali yoritish hamda jamoatchilikka yetkazish borasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida tashkil etildi. Unda birja savdo zamonaviy mexanizmlari, UzX agroelektron platformasining imkoniyatlari, ikki tomonlama auksionlar tizimi va yangi yondashuvlar yuzasidan atroflicha ma'lumot berildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan ikki tomonlama auksionlar va UzX agroelektron savdo platformasi haqida ma'lumot berildi. Davlat xaridlari tizimida AI chatbot xizmat turi joriy etildi. Endilikda birjaning xarid.uzx.uz veb-saytida avtorizatsiyadan o'tgan foydalanuvchilar birjaning kol markaziga murojaat qilmasdan o'zlarining so'rovlariga tezkor javob hamda texnik yordam olishlari mumkin. Bu platforma orqali dehqonlar va fermerlar mahsulotlarini bozor narxida sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, UzX birjasining Farg'ona filialida yaratilgan sharoitlar, savdo maydonchalari, brokerlik idoralari va treyderlar faoliyati tanishtirildi. Bugungi tadbirda o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar hamda tadbirkorlarni birja faoliyati to'g'risida bilimini oshirishdan iboratdir. Xususan biz bugungi media treningda birjaning O'zbekiston Respublikasi Tovar xom ashyo birjasining maqsadlari, vazifalari, iqtisodiyotda tutgan o'rni, so'nggi o'zgarishlar hamda kelajakdagi rejalar haqida batafsil ma'lumotlar berdik. Media trening davomida birja mutaxassislari ishtirokchilarni elektron savdo tartibi, brokerlik faoliyati va yangi imkoniyatlar bilan tanishtirib, ularning savollariga javob berishdi. Bahodir Mas'udov, Dostonbek Alomov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan.